Assalomu alaykum. Sahifamizga xush kelibsiz. Bugungi vlogda Koreyaning Osan shahridan Gangnam shahrigacha bo'lgan sayohatimiz haqida sizga vlog tayyorladik. Yanada ko'plab sayohatlarimiz haqidagi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. Shuningdek, hozirgi videoga like bosishni unutmang. Sayohatga otlandik. Havo juda ham yaxshi. Ayni muddao sayohat uchun. 다음 정류소는 오산역 오산터미널입니다. Hozir bilet olamiz avtobus uchun. Hozir Koreyada bahor faslida aniqrog'i guruchli ekish mavsumi boshlanadi. Dalalarda ham shu sababli suvli qilib ekilgan. Ya'ni suv bilan to'ldirilgan dalalar va bu guruch ekilgan maydon. Hozir avtobusda 10 daqiqa dam olishga to'xtadik. 11시에 가겠습니다. 11시에. To'la tog'lar, baland daraxtlar, xuddi odamlarni ichiga kirib ketadigandek yeb qo'yadiganga o'xshaydi. Manzara. Afsus, kamera bilan bu go'zallikni yetkazish qiyin. Deyarli ilojisiz. Lekin kelib ko'rsanglar bunga amin bo'lasizlar. Hozir to'xtagan joyimiz sayohat uchun mo'ljallangan yo'l, sayohat uchun mo'ljallangan mahsulotlar, snacklar joylangan, yeguliklar xarid qilish mumkin. Ajoyib manzara va atmosfera asosan bizda ham bor-ku, Chorvoq, Amirsoyga ketayotgan paytimiz, ayniqsa tog' mavsumida eng kerakli mahsulotlar sotiladigan joylar. Xuddi shunaqa.
printlari chiroyliligini bu ro'mollarni. Bu bo'yniga osish uchun mo'ljallangan. O'lcham nisbatan kamroq, kaltaroq. Shlyapali. Tungi kiyimlar. Oshxona, to'g'rog'i kafe. E'tiborimni tortgan jihati bu siz biror nima buyurtma qilayotgan paytingizda kafelar yoki hozirgidek kafe shoplar muloqot deyarli muhim emas. Masalan, men koreys tilini bilmayman, tushuntira olmayman, kimgadir fikrimni yetkaza olmayman, to'g'rimi? Lekin ular ham ingliz tilini bilishmaydi. Ko'pchilik insonlar ingliz tilini bilishmaydi. Lekin shunaqa muloqot qilishga hojat ham yo'q. Hamma narsa avtomatlashtirilgan, aniqrog'i apparatlar orqali amalga oshadi. Hozir biz mashina olib ko'rmoqchimiz. Bu olganda juda ham ko'plab shirinliklari, deyarli hammasi shirin emas. O'zbekistonniki bilan solishtirganda. Ichida spushonka, shakar qo'shiladi, bu darajada emas. Va shunaqa tabiiy mahsulotlar, masalan, guruchli, sirli va hozir sizlar ko'rsatgan shirinlik bu lavlagilar ekan, lavlagilar shirinliklar. Davom etamiz. Soat 9:40 da ertalabki avtobusga chiqqan bo'lsak, hozir 11:20, ya'ni 1 soat 40 minutdan bir taxminan yo'ldamiz. Va biz highwayda harakatlanayotganimiz uchun avtobus juda ham tez yuryapti. Va eng yaxshi tarafi chiroyli manzaralarni ko'rib ketish imkoniyati ko'p. Maqsadimiz tomon yetishimizga juda ham oz fursat qoldi. Hozir deyarli yaqinlashib qoldik va manzara tobora go'zallashib ketmoqda. Atrofimiz to'la tog'lar, yangi ko'priklar. Juda chiroyli. Nima shahriga keldik. Az boshqa avtobusga chiqdik. Dengizga yaqin joyga ketamiz. Dengizga yetib keldik. Hozir shu manzildan boshlab nam havo kelish boshladi. Rasm uchishyapti, bilmayman, men bitta nurgisi bor ekan. Telefon qo'yib qo'yishibdi o'rtaga. Podstavka. Yosh katta yo'llar. Mana biz keldik Yapon dengiziga. Havo shunaqa zo'r. Ishimiz bilan dengizni ko'rishdik. Shunaqa havo zo'r, dengiz suvi ham yoqimli. Hamma charchoqlarni, hamma hayvonlarni esdan chiqaradi. Bu odamga yana energiya beradi.
hozir Yapon dengizi yonida aylanyapmiz. Bu hududda asosan mehmonxonalar joylashgan va ovqatlanish uchun kafelar. Yes, yes, for sure. Thank you. Thank you. Bizda bu idish ichida guruch bor edi. Guruchni unga soldik va uni yuvib qo'ydik. Odatda koreyslar issiq suvda buni yuvitib, buni ham iste'mol qilishadi. Tushlik qildik va dengizning atrofida hordiq chiqarib, endi hozir mehmonxonaga qarab ketmoqdamiz. Asosiy taomlar bu yerda dengiz taomlari, ya'ni baliq kabi dengiz taomlari, chig'anoq. Hozir biz mehmonxonaga keldik. Soat 8ga yaqin. Dam olib, hozir kechki ovqatni yeyishga tushdik. Odam ko'paygan nisbatan, biz kelganimizga nisbatan va havo ancha salqinroq nisbatan. Vaqt ketmayapti. Hozir bakery, ya'ni asosan shunaqa shirinliklar sotiladigan joyga kirmoqchi edik. Chicken pişirdik. Shirinliklar,
do'konlarda ahamiyat beradigan bo'lsak, shirinliklar nisbatan kamroq. Ya'ni bizdagi Toshkentdagi do'konlarga nisbatan shirinlik sotiladigan joylar kamroq, sababi talab aholida kam. Asosan yarim tayyor mahsulotlar, guruchli kimbaplar va ramyonlar ko'p. Hozir bizda kechki ovqat uchun kafe va ovqat izlash jarayoni. Afsus, ko'pgina go'shtlar halol emas va biz hozir ramyon tatib ko'rmoqchi edik. Magazinlarda ramyon uchun suv yo'q ekan. Ya'ni ramyon tayyorlash uchun. Shuning uchun hozir yana boshqa magazinlar ko'rmoqdamiz. Qaranglar, juda ham chiroyli va noodatiygini. Menimcha 100% taxtadan yasalgan. Ko'zni qamashtiradigan darajada chiroyli va eng asosiysi qo'l mehnati. Biz yana bitta magazinga kiramiz. Bitta susula bor ekan. 그대도 나를 떠올리고 있을까 하늘 같은 서방님 기다렸을까 이런저런 행복한 고민 속에 나를 떠오르지 Juda ham chiroyli manzara. Hozir mana oldimizda salvitlar ochishyapti. Biz Kochiylarda dengiz yonida bu go'zallikdan bahramand bo'lamiz. Atrofimizda insonlar pikniklarga chiqishgan. Qarama, ko'zing narsa shu. Qarama, aha. Erta tongdan dengiz yonida quyosh chiqishini tomosha qilish uchun keldik. Ertalabki chiroyli manzarani quyosh chiqishini tomosha qilib otelga qaytib kirgandik. Hozir endi yo'limizda davom etyapmiz. Manzara yanada go'zallashgan. Suvning rangi musaffo, havo ajoyib. Yana nima deyishimiz mumkin? Hozir do'kondan kerakli narsa olishga kirdik. Keyin nonushta qilishga boramiz. Quritilgan dengiz mahsulotlari, sutlar. Daraxtlar chiroyliligini qarag'aya bu. Shishkalar bor.
Muzey ichib sayohatimizni davom ettiramiz. Chiroyliligini. Tabiat. 감사합니다. 감사합니다. Go'zallikdan bahramand bo'lmoqdamiz. Bugun haftani chorshanba kuni. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan hozirda plyaj oldida odamlar juda ham ko'p. Sababi bugun Koreyada deputatlar saylovi o'tkazilmoqda va dam olish kuni e'lon qilingan. Hozir odamlar ko'p, plyajda dam olishga kelishgan, oilaviy kelishgan, manzaradan bahramand bo'lishyapti. Bizga ham ushbu shahar va dengiz juda ham yoqdi.